Qirg'izistonlik akamiz mahallada bitta bo'lsin, bo'lganda ham eng zo'ri bo'lsin deb mana bitta yangi 210 tali texnikani olibdi. Buni esa yetkazib berishlarini biz o'z zimmamizga olganmiz. Balonlarini ham eng original Tiron balonidan 8 tasini qadab qo'yibdi. Gap bo'lishi mumkin emas, tagidan shamol o'tib yursin, ishlariga esa baraka bersin. Yana bitta qirg'izistonlik akamiz bizga Hyundai 145 plus ham bo'laveradi deb 5400 so'ragan texnikani qadab qo'yibdi. Bu ham zo'r texnika ekan, lekin ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kovushi ikkita yangi kovush qo'yilgan, 360 adapteri hamda qisqichi ham bor. Nima eng asosiy kerakli qismlari o'zi bilan birga, xudo xolasa. O'zimizni Ismoil akamiz esa bizga Volvo 145 talik ham bo'laveradi, ishlab tursa bo'ldi deb mana bitta texnikani olgan. Buni ham xudo xolasa biz o'zimiz yetkazib berishni o'z zimmamizga olganmiz. Demak, bugun bizda 25-oktyabr sanasida shu 3 ta sizlar ko'rib turgan texnika Qirg'iziston hamda O'zbekistonga jo'nab ketyapti. Logistikani, ya'ni Arti Holdings kompaniyasini logistikasi orqali bemalol bizga o'zbekistonlik, qozog'istonlik, qirg'izistonlik birodarlar bizga o'zingizlarning maxsus texnikalarni ishonib topshirsanglar bo'ladi. Sizlar qanaqa ko'rib turgan bo'lsanglar, xuddi shu holatda yetib boradi. Yo'llar tinch bo'lib tursa, xudo xolasa 17 kun bilan 25 kun orasida so'nggi manziliga yetkazib beramiz. Arti Holdings kompaniyasi har bir mijozni ishonchi biz uchun muhim. Bemalol bizga quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar bo'ladi.